Like abone kutaman. O'yinni boshladik. Barselona Juventusni mehmon qiladi. Jon Garcia, Rafinha harakatda. Rafinha to'xtamadi, gol ura olmadi. Rafinhani yana bitta imkoniyati bor demoqchi edim. Aslo yo'q. Oldingi o'yinda 4-0 hisobda etdim. Endi Kubarsi, Rafinha, Levan. Robert Lewandowski, Jon Garcia. To'pni uzoqlashtirib beradi. To'pni uzoqlashtirib olmadi, lekin golni ham o'tkazib yuborildi. Jon Garcia'da to'p. Jon Garcia harakatni boshladi, ular berdi. Bu tarafda Rafinha bor. Rafinha Robertga, Robert Rashfordga. Rashfordning udari o'tmadi. Araujo olib berdi. Pedri ola olmadi. Araujo yana bir bor olmoqchi edi, lekin ola olmadi. Kubarsi ham ola olmadi. Yana bir bor Kubarsi harakat qilib ko'rmoqchi va Kubarsi olib berdi. Bu tarafda hech kim yo'q demoqchi edim, lekin Robert Lewandowski bor. Yamalga pas. Yamal hech nima qila olmadi. Araujo Yildiz tomon bordi. Araujo to'pni olib berdi. Raqibidan olib o'tkazdi. Davi yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin chalishga ham imkoniyat yo'q edi va gol. Birinchi golni guvohi bo'ldi Manchester United emas, Juventus. Lekin bular Real Madrid qoldirib bera olmaydi. U jang qiladi, jangga qarshi jang. Yaxshi. Jon Garcia, Davin kallash tomon o'tkazdi. Courtois raqibi to'xtatib berdi to'pni. Rashford, Rafinha kirib bordi. Rafinha Levanga oshirdi, Levan o'tkaza olmadi. Pedrida to'p, Pedri Yusanobes, Lamin Yamal Rafinha tomon harakat qildi, lekin Rafinha o'tkaza olmadi. Birinchi raund tugadi. Hisobni 4-1. Oldingi o'yinda 4-1 hisobda yutganman. 4-0 hisobda yutganman. Davida to'p. Rafinha harakat qilib ko'rmoqchi, lekin Rashfordga oshiradi. Rashford Yamaldan to'p o'tmadi. Yamal Rashford ham harakat qilib ko'rdi. Kounde ishongan edi, lekin Kounde oqlamadi. Uzoq masofa. Davi yaxshi. Jon Garcia, lekin offside bor ekan. Biron hisobda yutqizish xato deb o'ylayman. 4-1 bo'lsa ham baribir chalishga majburman. Sariq Araujo bunga majbur edi. Agar Yildiz gol tiqsa, qolgan nima bo'lishini bilardik, lekin gol tiqa olmadi. Aslo qiyshiqlik qildi. Voy, yaxshi udar. Rafinha tomon. Rafinha yetib keldi, lekin chalib qo'ydi. Rafinha bunday harakat qilmoqchi emas edi, lekin majbur bo'ldi. 2-1 hisobda yutish kerak, lekin bizning imkoniyat vapsha ham qolmadi. Lekin bizga baribir ishonishadi, chunki u menman.
Men u Realmi, Atletico'mi, mengasim yo'q. Cristiano Ronaldo deyapman. Ikkinchi golni guvohi bo'lmaydi bular. Oldingi o'yinlarimda ko'p gol tiqqanman. Donnarumma bilan ham bahslar o'tgan. Rafinha'da to'p. Rafinha lekin berib qo'ya olmasdi. Lekin berib qo'ydi. Pedri, Kubarsi, Jon Garcia. Jon Garcia, Robert Lewandowski harakat bo'lishi mumkin. Odam chalmaydi, ofsayd yo'q, tindiq golmi? Gol! Robert Lewandowski hisobni ochmoqda, tenglashtirmoqda. Robert Lewandowski. Rafinha'da to'p. Rafinha kirib bordi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin uning uchun. Rafinha yana bir bor futbolchini aldab o'tdi, lekin bunisi o'xshamadi. Burchak zarbasidan Lamine Yamal kiritmoqchi. Rafinha. Yaxshi. Rafin degan edim. Lekin Robert ekan. Yana bir bor endi Rafinha desa ham bo'laveradi. 2-1. Bahsda yutmoqda biz. 30 sekundning ichida, ya'ni 10 sekundda 2 ta gol. Uncha emas. Yutib ketayotgan edi. Aslo biz bunga qo'ya olmaymiz. Yaxshi. Robert, Yamal, Robert. Chuber. Yetkazsa ham bo'laveradi. Chuber. Aroho. Jon Garcia. 5 minut qo'shib berilgan. U ham hozir tugashi mumkin, lekin gol qolmadi. Qanday gol bo'lishi mumkin edi? Lekin gol qolmadi. Minut hozir tugashi mumkin. Tugadi. Yutayotgan o'yinchi, ya'ni komanda yutqazib ketmoqda. Javob o'yin 3-0. 7-1. Realda esa 3-1, ya'ni hali Cube. City ko'p komandalar ketgan edi. Men xalaqit bermayapman. Ularning o'ynashiga Robertda to'p. Jon Garcia to'pni uzoqlashtirib berdi. Rafinha bor u tarafda. Rafinhadan zo'r imkoniyat va gol! Qanday gol tiqmoqda Rafinha. Yana bo'lmasam Jon Garcia to'pni o'tkazib yubordi. Chalg'ib qoldi. Jon Garcia. Ramolla yana bitta gol tiqmoqchi. Birinchi golni guvohi menimcha Ramolla bo'lsa kerak. 2-1. Rafinha Shiraz golni tiqdi. Rafinha kerakli paytda gol urmoqda. Agar hozirman bir atvorot qilaydigan bo'lsam, Rafinha gol ursa ana bo'ladi. Shuning uchun ham men atvorot qilaman. Ya'ni hozirgi bahsda 17 minut bo'ldi, lekin 2-1. Aytdim-ku atvorot qilaman deb. Atvorot. Hop, bu tarafga pas bo'ldi. O'tkazib yubordik. Rafinhani udarini ko'ra olmadik. Lekin yana bir bor bahsda yutamiz. Yaxshi, Ramolla bor ekan u tarafda. Aroha olib qo'ya olmadi.
Lekin Konde oddiy futbolist yaxshi o'ynamaydi, zo'r o'ynamaydi. Lekin Ramollodan to'pni olib qo'ymoqda. Jobir bo'lishi mumkin edi. Robert ochdi hisobni. Birinchi imkoniyat Shtanka edi. Yaxshi. Jobir. Bular bilan 2 marta o'yin o'ynaymiz ungacha nechta gollar tiqaman. Endi haqini bilmayman. Keyingi bahs. Bu o'yinda 6-0 qilib tugatmoqchiman. Robert 6-1 hisobida yutishga menimcha yordam beradi. Yamal qanday zarba. Yamal maqlab qo'ymoqda. Yamal zo'r gol ekan. Zo'r gol. 4 gol. 5 sekund qo'shib berildi. Jon Garcia endi u xatoni qilishga yo'l qo'ymaydi. Ramollo chalg'iyapti. Ya'ni Jon Garciadan qo'rqmoqda. Jon Garcia yaxshi o'ynaydi. Rafinha qanday seyv. Birinchi gol. Mana buni qarang, yomon chiroyli gol. Zo'r gol. 7-minutda Jon Garcia urib berdi. Ya'ni chalg'ib urib ketdi. Mana qarashlarni kutmaymiz biz. Ne bo'ldi? To'xtab qoldi. O'yinni tugatamiz.